Dunyodagi eng ko'p o'rganilgan qo'ziqorinlardan biri Ganoderma reishi, aniqlik, sabr va mutlaqo organik parvarish bilan yetishtirilishini bilarmidingiz? Hammasi substrat, ozuqa muhiti materiallaridan boshlanadi. Bunga guruch qobig'i, jigarrang guruch uni va boshqalar kiradi. Ular yetishtirish uchun ideal sharoit yaratadi. Bu ekish qoplari keyinchalik zararli bakteriyalarni yo'qotish va toza o'sish muhitini ta'minlash uchun sterilizatsiya jarayonidan o'tadi. Sovutilgandan so'ng to'qimalarni yetishtirishning ilg'or usullari yordamida kimyoviy moddalar va pestitsidlarsiz o'stirilgan Ganoderma mitsiliysi ildiz tizimi kiritiladi. O'zgarish qanday sodir bo'lishini kuzating. Birinchi va ikkinchi haftalarda to'g' nog'ich boshchasiga o'xshash kichik tuzilmalar paydo bo'ladi va ular rivojlanib, yosh qo'ziqorin tanasiga aylanadi. Birinchi va ikkinchi oylarda qo'ziqorin yanada to'liq o'sadi. Uning sariq jiyaklari borib butunlay yog'ochsimon jigarrang telpakchaga aylanadi. Va nihoyat 3-oyda Ganoderma to'liq yetiladi va to'q qizil jigarrang yaltirroq rangga kiradi. Nazorat qilinadigan issiqxonalarda har bir detal muhim. Ganodermani eng yuqori sifatda saqlash uchun harorat, namlik va havo oqimi sinchkovlik bilan muvozanatlashtiriladi. Tozalikni ta'minlash uchun osma tizimlar va namlikni ushlab turish uchun sun'iy yomg'irdan foydalanilgan holda har bir qo'ziqorin mukammal tarzda yetishtiriladi. Tabiatdan innovatsiyaga